Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, hurmatli do'stlar. Mana bugun Artur Production prodyuserlik markazida tayyorlangan yangi Naqsham konsertining 8-bo'limiga keldik. Bugun mana kasb do'stlarimizga qutlaymiz. Bizning kasb do'stlarning, bizning sozandalarimizning, naqshlarimizni san'atkorlarni qo'llab-quvvatlaylik. Konsertimiz bilan tomosha qiling. To'xtamana undamas. Açıklatı o, bir basket attı o. İmam sen durmadı. Bana katılması beş boş vakit.